Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan iqtidor egalari loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Ushbu loyiha orqali tumanimiz mahallalarida yashab, o'z mehnati va iqtidori bilan o'z tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan yoshlarimiz bilan sizlarni yaqindan tanishtirib boramiz. Bugungi sonimiz mehmoni Toshkent viloyati Piskent tumani Lolariq mahallasida istiqomat qiluvchi aralashjang san'ati bo'yicha O'zbekiston chempioni, mahalla faxri Islom Alisherov. Avvalo o'zingiz haqingizda gapirib bering. Sportga qiziqishingiz qachondan boshlangan? Sportga qiziqishim 4 yoshdan boshlangan. Ota-onam qiziqtirgan. Birinchi borgan sportim taekvondo bo'lgan. Taekvondoda Azamatjon aka, Javlon aka degan trenerlarim bo'lardi oldin. 4 yoshimdan bir 2 yil, 3 yil shug'ullanganman 7 yoshimgacha. Keyin kurashga borganman. Yo'dan Yunon rum kurashiga qatnashganman. 8 yilcha qatnashganman. Trenerim G'oppor aka bo'lgan. G'oppor ustoz Piskentlik. Yo'dan chiqib keyin MMA ga borganman. Birinchi MMA ga Piskentda bo'lardi zal. Aziz aka degan odam, To'lqinov Aziz aka degan trenerim bo'lgan. Shu meni birinchi MMA da nima qiladi, pravilalarini birinchi shu odam o'rgatgan menga. Keyin yo'dan ko'tarilish uchun Olmaliqqa borganman. Hozirda meni trenerlarim Mirzavaliyev Suhrob, Mirzavaliyev Samandar va Bektemirov Mahmud bo'ladi. Hozirda trenerlarim bilan yaxshi musobaqalarda rezultatlar qilib, o'sha qiyinchiliklarimda hozirda oldimda turadigan odamlar shular: Suhrob aka, Samandar aka, Mahmud aka. Ularga rahmat aytaman. Siz aynan shu sport turini tanlashga nima majbur qilgan? Aynan MMA sport turini tanlashimga sabab o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Shu muvaffaqiyatlarga erishgunimcha ancha qiyinchiliklar bo'lgan. Bes tashlashga qiynalganman. Eng ko'p qiyinchilik shu bes tashlashga bog'liq bo'lgan. Musobaqaga tushgim kelmagan. Har doim bitta o'ylov bo'lardi. O'sha o'ylov qiynardi. Musobaqada qanaqa yutaman, nima qilaman, vesim qanaqa chiqadi degan shu savol har doim meni qiynab kelgan. Yana bitta esda qolarli jang Unified sport turidan bo'lgan. Bunda musobaqaga chiqishdan oldin ancha hayajon bo'lgan. Chunki birinchi marta bu sport turidan tushishim. Bunda MMA ga qaraganda nima deydi, oyoqqa maxsus kiyiladigan futa bor. Unaqa futa kiyilmagan. Prof bo'y bo'lgan. Birinchi marta unaqa bo'yga chiqishim, hayajon katta bo'lgan. Mas'uliyat katta bo'lgan, adam oldimda bo'lganlar. Unda ham 2 raund kalta yeb, 3-raund armbar zaxotda o'tib ketganman. Siz tengdoshlaringizga katta o'rnak bo'la olasiz. Sizningcha muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilish kerak? Bunaqa muvaffaqiyatlarga erishish uchun mehnat qilish kerak. Sportsmenda disiplina bo'lishi kerak, disiplina joyida bo'lishi kerak. Hamma narsa o'z vaqtida bo'lishi kerak, xolos. Shu medallaringiz orasida eng esda qolarli musobaqa qaysi bo'lgan? Ular orasida MMA sport turidan O'zbekiston kubogi bo'lgan. Bunda qiyinchiligi 3-raundda bo'lgan. 10 sekund qolganda yutishimga 10 sekund qolganda qo'lim armbarga tushib qolgan. Ancha qiyin bo'lgan edi. Vaqt tugagan, sdacha bo'lmaganman va yutganman. Kelajakdagi rejalaringiz qanaqa? Xalqaro maydonda ham yurtimiz bayrog'ini balandlarga ko'tarish niyatingiz bormi? Ha, xudo xolasa avgust oyida G17 dan jahon chempionati bo'ladi. O'shanda yutsam, yo'q keyin sekin bo'ladi. Aziz kuzatuvchilar, iqtidor egalari loyihasining kelgusi sonlarida yanada iqtidorli yoshlarimiz bilan uchrashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.